Assalomu alaykum. Sizlarga bozordan yangi olib kelib gul ko'chatlar ekdik. Mana shu gul ko'chatlarimizni bir ko'rsatib o'tmoqchi bo'ldim. Bu safargi gul ko'chatimiz mana olov gullar bo'ldi. Olov gullarni o'zim yaxshi ko'raman, shuning uchun mana shu gullarni mana bir qator ekdik. Boshdan oyoq mana shu olov gul bilan to'ldirdik. Juda ham chiroyli bo'lib o'sgan. Juda ham chiroyli bo'lib ochilgan. Xudo xohlasa bir oydan keyin bular shoxlab, yon shoxlari ochilib, juda ham chiroyli holatga kelib qoladi. Oddiy tuproqqa ekkanmiz, lekin o'zi bu gulimiz to'rtga ekilgan ekan. Biz oddiy tuproqqa ekdik. Vaqtlar o'tgandan keyin yana ko'rsataman, yon shoxlar chiqargandan keyin. Mana hozirgi holati ham juda ham chiroyli ekan. Mana shu narsani bir ko'rsatib o'tay degandim. Xudo xohlasa shoxlagandan keyin yana albatta ko'rsataman. Yana biz esmeralda gullar oldik. Har xil gullardan oldik. Ularni ham albatta ko'rsatib o'taman. Yana boshqa joylarga ham ekkanmiz, o'sha ekkanlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Chinni gullarimiz bor. Yana manzarali gullar ekkanmiz. Hammasini birin-ketin ko'rsatib o'taman.